Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar. Bir xabar eshitdik. O'sha xabarni tasdig'ini sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Bu haqiqatmi, haqiqat emasmi? Sizlar ham ko'rishingiz mumkin do'stlar. Xulosa aytmoqchi bo'lganim, bu kecha hammalaringiz ko'rish imkoniyatiga egasizlar do'stlar. Biz ham mana hozir sizga e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. O'sha xabarni haqiqati bormi, yo'qmi? Hozir shuni ko'rsatmoqchimiz do'stlar. Mana hozir ko'rishingiz mumkin. Mana oy bu kecha eng yaqinlash yerga yaqin bo'lgan kechasi ekan do'stlar. Oy mana juda katta ko'rinyapti bizga. Mana ko'rinayotgan bo'lsa, juda katta ko'rinyapti hozir. Yerga juda yaqin kelgan oy. Biz mana hozir shuni ko'rib turibmiz. Siz ham mana bu kecha chorshanba kecha ko'rishingiz mumkin. Oy eng yaqin yerga yaqin kelganligini mana bu kecha ko'rib bilasiz. Oy juda yaqin kelgan yerga. Juda ham tiniq ko'rinyapti do'stlar. Bundan sizlar ham bahra olishlaringiz mumkin do'stlar. Mana do'stlar juda yaqin kelgan yerga. Sizlar ham chiqib tomosha qilishlaringiz mumkin do'stlar. Ko'rsatuv haqida fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Nihoyatda yaqin kelgan yerga. Oy juda katta ko'rinib turibdi. Tiniq ham juda ham. Mana hozir sizga boshqa bir telefonda ham yaqinlashtirib ko'rsatib beramiz. Mana hop. Mana bunda juda ham yaqin kelishi mumkin ekan mana. Buni ko'rib turibsiz. Mana do'stlar. Mana oy juda yaqin kelgan yerga. Sizlar ham chiqib tomosha qilishlaringiz mumkin do'stlar. Mana oy nihoyatda yaqinlashgan yerga. Bu yerda ham biz o'z kamerasida ham bo'lganicha yaqinlashtirib ko'rsatib o'tiramiz. Do'stlar, sizlar ham chiqib tomosha qilinglar. Oy yerga haddan tashqari yaqinlashgan. Juda katta ko'rinib turibdi va tiniq. Mana hozir azon ham aytib turibdi. Biz shomni ham o'qishimiz kerak do'stlar. Do'stlar, hammalaringizdan iltimos qilamiz. Obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. Har kimki obuna bo'libdi, Alloh taolo ularni ikki dunyo saodatini qiyomatda sharmanda qilmasin. Do'stlar, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab turinglar do'stlar. Shuncha kishilar ko'radilar, lekin obuna bo'lmaydilar.